Dada, hammasini oldim. Bolalarni oldingmi? 15 minutda boraman. Davay. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Da. Xayrli kun Murat Fayziyevich. Men siz Avtobankning kredit отделini bezovta qilyapman. Men hozir yo'ldaman. Sizni nomingizga kimdir 100 million kredit olmoqchi bo'lgan. Qanaqa kredit? Men hech qanaqa kredit olmaganman. Menimcha bu moshinniklar ishi. Kimdir sizni nomingizga kredit olmoqchi bo'lgan. Men bu operatsiyani отказ qilaman. Lekin menga sizdan bitta yordamingiz kerak bo'ladi. 4761. Bo'ldi, rahmat. Bu yog'iga ehtiyot bo'lasiz. Nima? Ketamizmi? Marazlar, noinsoflar o'g'limdan foydalanishdi. Militsiyani xabari bormikan? Topishiga va'da bermaymiz. Chunki hozir bunaqa mashayniklar ko'payib ketganmiz. Endi shuncha pulni qayerdan topamiz? Shuhrat, shu mashayniklarni topish iloji bormikan? Ba'zan hayotiy saboqlar shunaqa qimmatga tushadi. Nima demoqchisiz? Boshqa bunaqangi holat takrorlamasligi uchun siz katta xato qilganingizni yaxshilab o'ylab olishingiz kerak. Mayli. Men darsga bora qolay. Как раз hozir o'quvchilarimga mana shu masala bo'yicha dars o'taman. Xohlasanglar kiringlar. Shunaqa ham tuppoy bo'ladimi odam degan. Uyni sotamiz. Hech narsani sotmaymiz. Men direktor bilan gaplashdim. Hammasini hal qilamiz. Shuncha pulni qayerdan topasan-a, o'g'lim? Topaman, oyi, topaman. Siz xavotir olmang. Mayli, oyi, men darsga kirishim kerak. Mayli, bora qol. Aza. Qalaysan? Beka. Kechirasan Beka. Aza, kecha ustozni notebookdagi vaqtni qanaqa o'zgartirib qo'yding? Senda bitta iltimosim bor edi. Notebookim buzilib qoldi. Ko'k rang yonib turibdi. Ko'kmi? Ko'k. O'lim rangi ko'k. Yo to'g'rilab berasan. Qani? Mayli, harakat qilib ko'raman. Agar to'g'rilab bersang, usta pulini o'zingga berardim. Yo, bizda chiroyli qizlar uchun skidka 100%li. Ha? Mayli, rahmat. Skidka o'ylab topganimni qara. To'g'rilab olasanmi ish qilib? Ha. Assalomu alaykum. Plastina 10 million so'm o'xshash yashyapti. Kimga qo'yasizmi? 12xonaga o'tasiz. Hormayli. Ya, assalomu alaykum. Xayrlikum. Taxaning keldi. Kulgili emas. Yig'lab bo'lmasa. Hozirgina bo'lgan voqea. Bittasini hisobidan katta miqdordagi pul yechilgan. Mashinniklar avvaliga uning nozik tomonlarini o'rganib chiqib, unga silka tashishadi. Tabiiyki, u inson silkadan o'tadi va qarabsizki, o'ljaga aylanadi. Ko'pchilik insonlar o'zini ishonuvchanligi sabab mana shunaqa aldanib qolishadi. Ular ham sizni darsingizga yozishmaganda-ya. Darsimga yozilishganda ham sizlarga o'xshab hech narsani tushunmasdan baqirayib o'tirgan bo'lishardi. Hayotda 4 ta toifadagi inson aldanadi. Birinchisi bu ishonuvchanlik, ikkinchisi
ochko'zlik, uchinchisi doim noliydigan va to'rtinchisi sizlarga g'alati eshitilishi mumkin, shahvatini tiyolmaydigan insonlar aldanib qolishadi. Mayli. Bilet. Nima qilyapsan? Mana arizalarni ko'ryapsanmi? Ko'cha to'la jinoyat. Nima? Kompyuter ko'targan bolalarni topolmayapsanmi? Ha? Qanaqa bola? Ular uyushgan jinoyatchilar. Вообще-то bu ishga kiber xavfsizlikni ham jalb qilish kerak. Sarvar. Sarvar. Nima qilasa ukam ularni aralashtirib. Ha, bu ishlarni o'zing qilishing kerak, ha? Ukajonim. Sen ko'tarilishing kerak, ha? Seni joying mana. Agar bu ishlarni o'zing xohlamasang, men qilishim mumkin. Yaqinda butun boshli bankni buzmoqchi bo'lib is qoldirishgan. Yaxshi ham buza olishmagan. Agar buzganda bank supurib ketgan bo'lardi. Voy mazgi. Ha, ishlayotgan ekansan-ku. Bo'pti. Ishni o'zing davom ettirgin. Demak, notebookni ochamiz. Yaxshi qiz. Tushunaman, sumkangizga notebook sig'maydi. Lekin o'tgan dars hammadan iltimos qiluvdim. Notebooklarni olib kelinglar deb. Notebookim buzilib qolgandi. Bo'lmasam sizga sherik kerak. Aziz, notebookingni olib Malikani olib bordi. Iloyim, borgan joyida toshdek qotgan. Voy biling Aziz, go'qarapan tortib yuribsanmi? Yo rasmiga qarab a? Aziz, sen qolgin. Vazifani yecha olmading. Lekin vaqti cho'zishni uddalading. Men yechimni topgandim. Xo'sh, qanaqa ekan? Afandi mandarinni o'zini oladi. Eshak esa po'chog'ini. Xuddi hayotdagidek. Kimgadir po'choq, kimgadir esa hamma narsa. Ma. Bu nimaga? Bu masalani yechganing uchun senga kichik bir sovg'a. Mayli bor. Qarz yopgandan keyin bu ishlarni to'xtatamiz. Nima? Yana ketyapti-yu. 1 soatda 3 ming topdik. Bu degani 10 soatda 30 ming, 20 soatda 60 ming. Bir kunda 72 ming. Короче, bunaqa ishlarning oxirini bilan tugashini juda yaxshi bilaman. Agar chegarani bilmasak, botqoqqa botib ketaveramiz. Keyin chiqish qiyin bo'lib qoladi. Botqoq? Oxirgi marta kinolarda eshitganman bu gap.
Botqoq. Haq ketyapsanmi tugamadi? O'zing tugatib qo'y. Faqat Malikaga o'zim beraman, xo'pmi? Men ishga ketdim. Ishga? Shuncha pul topib ham ishga? O, menga problema kerak emas. Menga avvalgi hayotim kerak. Rulni olib ich. Avvalgi hayoting kerak bo'lsa. Ish kerak. Kesh kerak. Ish kerak. Menga kesh kerak. Ish kerak. Kesh kerak. Ish kerak. Menga kesh kerak. Nega deysan mani pulim kam? Nada shikatitsa. Shanba kunidan ketdi Amsterdam. Men o'zi odam. Harakatdayam yoki barakatdayam. Fest o'qiganman, rektor mo'y tog'amda. O'rischadayam, inglizchadayam of course. A B C D. Ha, jahursansan. Kimini kattasi edimi deyman? Bugun nashri smeriga qolasanmi? Yo'q. Bugun ham, ertaga ham, indinga ham, endi vobshe kechki smenaga qolmayman. Nima? Ikkinchi ish topdingmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Rostdanmi? Qayerdan? Hozircha sir. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi ishlar. Aza. Ha. Sanmi? Fleshkani olib turuvdim. Darsga jit qilmoqchi edim. Nimani? O'sha adminga jit qilgim kelmay qoldi. Wi-Fi gnat qilyapti. Перезагрузка qil, bugun приkolniy narsa qilamiz. Vayni olamizmi? Ha, sa. Shuhrat aka nima deganda, ishonuvchanlik, umidsizlik. Ish yili haqida gapirdi. Yo'q. 15 minut vaqt berdi. Ochko'zlik. Davay ochko'zlik sinab ko'ramiz. Yo'q, menda sinama, faqat men yutqizib qo'yaman. Yo'q, qara, bu xuddi qopqondagi sirga o'xshaydi. Sir berib, sichqonlarni tutadi. Ilhom aka pulni kim qilib beradi? Biz sichqon ushlab yursak? Yo'q, qara, sichqon degani bu odam. Sir degani biza yasagan. Tushundim. Boshla hazillashdim. Sinayatdim. To'xtab, men bittadan. Biz O'ljaga ishonarli qilib xabar jo'natamiz. Bu xabar qisqa savol-javob hamda katta pul mukofotidan iborat bo'ladi. Taklif 100 mingdan 1 milliongacha. Yutishiga ishontiramiz. Ular havolaga kirishadi va bizni tuzog'imizga tushishadi. Sayt xuddi haqiqiyga o'xshaydi. Dizayn, ranglar, shaxsiy ma'lumotlar hammasi birga-bir. So'rov paytida biz O'ljadan shaxsiy va karta ma'lumotlarini olamiz. Telefondan boshingizni ko'tarsangiz-chi? Qisib turgin. Bagash qo'lamda, tanam badanda, u ham xonanda, bu ham xonanda. Badan tarbiya, отжимание, всем внимание, до свидания. Bagash qo'lamda, tanam badanda, u ham xonanda, bu ham xonanda. Badan tarbiya, отжимание, всем внимание, до свидания. I'm businessman, yonimda mokin, qo'lidan nokin, ketu kapadoki, go'stajama bu mana tomosha, man businessman, qilaman so'qqa, man Superman, man Spiderman, man Aquaman yoki Aquaman. Это Louis Vuitton ремейк, qani? Yo, unaqa qaramang. Toshkent ночью мчимся на Марсе фумати. Пакем я типати, где мой дипломатик? Ташкент Сити, едем Хилтон, денег на всех хватит. Кайфуй, пока батя платит, хаким я типати. Bagash qo'lamda, tanam badanda, u ham xonanda, bu ham xonanda. Badan tarbiya, отжимание, всем внимание, до свидания. Bagash qo'lamda, tanam badanda, u ham xonanda, bu ham xonanda. Badan tarbiya, отжимание, всем внимание, до свидания. Едем Микати, ночью как Брэд на лунате. Давай-ка накатим, девочки позже подкатим. На Юнус Сападе встретим закате. Девочки любят тебя не за фантик. Все в аккурате, рядом сестры и братья. Вот так вот бабки тратим.
Suka, bile. Nima bo'ldi? Ya oneniki bo'ldi. Qarachi qarz yarmini epladingmi? Hozir qaradim. Yarimidan ko'pini yo'q qolibmiz уже. Lekin yomon qorin ochdi borib. Pul ortib qolsa o'zim seni cho'tki restoranga olib boraman. Voy jala. Pul yo'q.